Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun biz sizlarga o'zimiz chiqarayotgan to'pli yo'l uchun maxsus izolyatsiya mahsulotimizni montaj jarayonini ko'rsatib beramiz. Mana ko'rib turganingizdek endi qo'limizdan kelgancha sizlarga tushuntirib berdik. Bunga hech qanaqa o'sha bu mahsulotimiz uchun qo'shimcha hech narsa talab qilmasligi, montaji osonligi. Endi videoyimizdagi kam ko'zlarini to'g'ri tushunasizlar, sababi bizda santexniklar buni yaxshi biladi. Shlankalar uchun maxsus katushkalar bo'ladi, ili qo'shimchalarda ham jihoz bo'ladi. Endi biz qo'limizdan kelgancha o'zimizning xodimlardan foydalanib sizlarga qo'ldan kelgancha video qilib berdik. Ko'rib turganingizdek juda oson va juda tez. Ko'rib turganingizdek endi qo'limizdan kelgancha montaj qilib qisqacha ma'lumot berdik. Montajimizda mana penoplastni qattiqligi, shlankani ushlab turishi, mana quti ushlab turishi ko'rib turishingiz mumkin. Ushbu podloshkamizning afzallik tomonlaridan biri qo'shimcha ishchi kuchi, qo'shimcha harakatlar talab qilmaydi. Yana bir ustun tarafi bunda qo'shimcha xarajatlarga sabab bo'ladigan klipsa, skoba, darujli setkalar mutlaq kerak emas.